14 ta savolga to'g'ri javob bergan odam o'zini multibilimdonman desa ham bo'laveradi. Qaysi namozning 2 rakat sunnati dunyo va undagi barcha narsalardan yaxshiroqdir? Hafsa ismli ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga kim bo'ladi? Ibrohim alayhissalom necha yil hayot kechirgan? Ummul Qur'on deb qaysi suraga aytiladi? Qur'oni Karimda qaysi surani o'qiganida zinhor qashshoqlikka uchramaydi? Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hadija onamizga necha yoshida uylangan? Tahoratda a'zolarni necha marta yuvishlik sunnat hisoblanadi? Subhana robbiyal azim duosi namozning qaysi yerida o'qiladi? Imom Buxoriyning haqiqiy ismini bilasizmi? Juma kuni qaysi surani o'qishlik tavsiya qilinadi? Mulk surasi necha oyatdan iborat? Muhammad sallallohu alayhi va sallam necha yil payg'ambarlik qilgan? Islom dini nechinchi asrda Alloh tomonidan yer yuziga tushirilgan? Subhana robbiyal a'la duosi namozning qaysi joyda o'qiladi? Yaxshi do'sti bor odamning oynaga ehtiyoji yo'qdir.